Anatil demek Uyg'urni sevmek. Kerib atqaninglar Uyg'ur anatil o'smirlar qanali. Anatil. Baxt degan nima u? Uning topamiz, shu soatdan ko'p o'ynab boqamiz. Baxtiga bir sezim ko'rmaydi ko'zingga, baxtiga o'shoq chaqib qo'yingda. Baxt degan aygan bir ayla bo'lsa-chi, ushmayni uchun qo'ng qarindosh ko'rsatar. Mening ismim Faruq. Sadir palvon qo'shiqlarini o'qib berdiman. Sadirman. Sadir palvon kimdirman? Sar yo'llarini so'rsan, birini qo'ymay bilaman. Sadirdan itim yomon, 15 yoshda atalgan, dastlabki tutilganda ko'ngil yamonsizlangan. Yamonda tulay etib, chechimir pichoq bo'ldi. Yamonni tisha chaqda qurg'ab pichoq bo'ldi. Yamonning yaxashlari igiz qarqay chansa, Yamondan qochib chiqqan Sadir o'zi xo'hansa. At mindim kiran qashqa, turdim shihil taşqa, çelik atıdı taşqa, Sadir atıdı başqa. Assalomu alaykum, mening ismim Gulfar Bo'g'da, nozik she'rni yaxlab beraman. Salom ota-onamga, otamga, sho'lashdi ko'ktamga. Assalomu alaykum, avval ota-onamga. Geldi ya duacın